Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Mana ko'p savollar bo'lyapti. Aka, yejevkani qanday ekadi, oralig'i necha bo'ladi deyapti. Hozir mana qulpinezorimiz, xudo xolasa, mana biyagomislar kelgan, biyagomislarni solishni boshlandi. Agar xohlovchilarga biyagomisimiz ham bor. Kelishilgan holda. Xo'sh, mana yejevkani asosan mavzu yejevkada. Yejevkan oralig'i mana stoyka qoqiladi. Orasini 3 metr qilinadi mana. 3 metr, bunga 4 qator sim tortiladi mana. Mana bunga sim tortgani mana moslamalar qilganmiz. Mana shularga mana ikkita, uchta, mana 4tanchisi. Xudo xolasa mana shunlarga tortiladi. Yejevkani keyin asosan buni tanasi ertadan og'ir bo'lib ketadi. Buni mana shu mana yejevkani endi mana shu yejevkani ekilgan holati, uzunligi, kattaligi juda ham zo'r, juda ham a'lo. Buni stoykasiga bog'lab, iloji boricha qolganini keyin simga tarash kerak. Mana suvlar ham tushib turibdi. Mana ko'chatlarimiz hali umuman bayam tashagan yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Kattaligi, ammo 2 yillik ko'chatlarimiz, unaqangi mayda ko'chatlarimiz yo'q. Xohlovchilarga ko'chat ham yetkazib beramiz. Buni ekkandan keyin mana tagida 2-3 kun chiroyli suvni oqizib turib, xudo xolasa mana shuni mana shu tanasiga bog'lab keyin simga taraladi mana. 170, 180 dan ekilgan ko'chatlarimiz. Undan katta ham qilib berishimiz mumkin. Endi ko'kartirish muammo bo'lib qolishi mumkin. Mana shu normallik holati, undagiga o'zi bahorda o'sib ketadi bu. Tez o'sadigan narsa, tez mevaga kirib, xudo xolasa bahorda mevalarni ham YouTube'ga qo'yib ko'rsatib boramiz. Mana shu dalani oxirigacha shunaqa qilib ketganmiz. Hozir qulpinaga biyagomislar solish boshlangan. Hozir biyagomislar solib bo'lsak, shu bilan keyin buni tomchi usulida qilganmiz, sug'orishlarni ham. Mana shu yerda tomli tomchi usulida suv ichyapti. Mana shu yuqorida ikkala yoniga stoykan qilib, mana tayyorlaganmiz. Kimgadir shunaqangi yejevka ko'chatlari yoki biyagomis yoki qulpina ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.